Ko'ngil mulkining obodligi poklikdan, ozodalik va tartibdan boshlanadi. Shu bois ham azaldan xalqimiz muhim sanalar, bayram va sayillar oldidan albatta ko'cha va hovlilarni tozalab, nurafshon etishni, gul va ko'chatlar ekib ko'kalamzorlashtirishni an'anaga aylantirgan. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini keng nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra, ushbu ayyom yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz degan ezgu g'oya asosida kutib olinmoqda. Mahallalarga yangi muhit olib kirish hamda mahalla yettiligi faoliyatini yangicha tashkil qilish bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ham eng ulug', eng aziz bayramni ko'tarinki ruhda o'tkazish uchun mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi e'lon qilindi. Ichki ishlar organlari tizimidagi har bir bino hovlisida bayram shukuhi hukmron. Hovlilarga gul ko'chatlari, mevali va manzarali daraxtlar ekilib, bino atroflari obodonlashtirilmoqda. Har bir xodim bu ulug' ishga hissa qo'shish umidida o'zining tabiat go'zalligiga mehrini namoyon etishga intilmoqda. Mahallalardagi profilaktika inspektorining xizmat xonasi atrofidan tortib, boshqarmalar binosigacha anvoyi gullar va rayhonlar bilan boyitilmoqda. Ozodalik va poklikka guvoh bo'lgan tashrif buyuruvchilar qalbida ham ona vatanimizning 35 yillik to'yiga taraddud harakati uyg'onmoqda. Bu kabi xayrli ishlar barcha hududiy ichki ishlar organlari binolari va xizmat xonalarida davom etmoqda.